Assalomu alaykum hammaga. Hozir bugundan boshlab biz jinoyatlar bo'yicha videolar ko'rib boramiz. Vahshiyona videolar. Ko'ngli bo'lishlar va homilador ayollar ko'rishga tavsiya qilmaymiz biz. Qanday boshladik? Bugungi birinchi videomiz O'tkir tergovning yolg'on va'da deb nomlangan videosini ko'rib chiqamiz birgalikda. Ketdi. Mana shu qo'rqinchli musiqalar bo'ladi. Shahodat! Shahodat o'qi. Siz pasatda qo'y. Nima? So'kinmasdan. Ha, so'kinmayman. Shahodat! Shahodat opa chiqing tezroq. Peshinga cho'xlamasdik-ya bular. Demak, Ketgan. Eshik ochilgacha e'tirof bo'lmasmi? Shahodat! men qo'shniga kirsam-da eshikni ochib, Ha, sekin ichkariga kiraman. kiraman. Shahodat! Ancha serialda yaxshi olishdi. Shahodat! Shahodat! Hoy Shahodat! Voy, opa uyning ichiga kirib ketar ekan. Chaqirib, men shuni kiraman-da, chaqirib qo'shnini yo'q bo'lsa, yo'q ekanini qaytib ko'raman. Hozir eng qiz tasavvur qiling. Shahodat uyning ichiga kirib o'tirsa, eri bilan o'tgan bo'lsa, zira. Balki 3-4 kun chiqmagandir. Qo'rqib ketdimi? 1995-yilning erta bahorida ertalab qo'shnikiga sutga chiqqan ayol u yerdagi holatni ko'rib yuragi yorildi. Ha, qo'shnimizga sutga chiqmayman men, telefon qilaman. Bormi? Ayamdan so'ra dedi, ana shu yerda. Ayamdan so'ra dedi. Pichoqlab o'ldirib ketilgan edi. Bugun sizga hikoya qilmoqchi bo'layotgan jinoiy voqeamiz yolg'on va'daning oqibatlari haqida. Yolg'on va'da. Opa yotibdimi, zaqay. Ha deb xo'jayinchilik qilavermanglar demadingmi? Birga qochib ketamiz, baxtli yashaymiz. Voy sho'rim, voy endi nima qilaman? Chiroyli va'dalar, o'ldim, kuydim, men sevaman, sen sevasanmi degan munosabatlar tez orada sovidi. Dada, Sevgi haqida ekan meni bolalar. aldabdi. Sevishmaylar, sevgi yomon. Oxiri Sevgidan kimga chiyaveradi? o'tkazib ya. Düşünyaptim. Ha, o'tkiz. Yolg'on va'da boshladi. Neyse, kelmadi. Kishi ekan. Yomon dahshat bo'lsa kerak. Hidlanib ketadi. Boshingizga raqlayman. Yo, ular chesni bo'ladi bularda. Nechta odam o'lgan? 3 ta odam o'lganmi? Hozir bilamiz. Batafsil ma'lumotlarni aytamiz. Tovushlar eshitilyaptimi xoramizda? 4 ta odam ekan. Nasib şey ko'radi shunaqa. Cho'ntaklarni tekshiryapmiz. Fotograf ekan. O'rta oshliq. Uyda hech nimaga tegilmagan. Hattoki ana mol-hollari ham joyida turibdi. Jinoyat juda ham puxta o'ylanganga o'xshaydi. Biror narsa o'g'irlanganmi? Hech nima o'g'irlanmagan. Bo'lishi mumkin emas. 4 nafar shaxs o'ldirilgan. 4 nafar edi. Hozircha bironta sabab ko'rmayapman. Leytenant Ahmedov murdani voqea joyini ko'zdan kechirish 2 nafar xolis ta'minlang. Xo'p bo'ladi. Ko'chada. Bu jinoyatdan butun mahalla hayratga tushdi. Birov bilan sammanga bormagan, adovat qilmagan, hatto ovozi ham chiqmagan, dushmanlari ham bo'lmagan oila edi.
O'zi hamma palakatlar shunaqa bo'ladi. 1995-yil Qibray tumani ichki ishlar bo'limiga mudhish xabar kelib tushgan. 95-yil Qobiljon Jo'raboyevich 1995 Ha, shunda 95-yilgi narsa hozir ochilganmi? bilmadim. Mana shu Toshkent viloyati Qibray endi tumani ko'rsatib ichki o'qiganman. ishlar boshqarmasi tergov bo'limida katta tergovchi lavozimida ishlagan. Shu Qibray tumanidagi Salimovlar oilasida qotillik bo'lganligi haqida xabar bergan. Navbatchilik qismi tezkor guruh tuzilib, tezkor guruh voqea joyiga yetib borgan. Bahromov Shuhrat Bahromovich 1995-yil Toshkent viloyati Qibray tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov Qibray deganda bo'limida men stajyor Tugan tergovchi. narsa. Mena Patriot, ya. Salimlar oilasida xonadon egalari Salimov Erkin, uning xotini, turmush o'rtog'i, o'g'li 18 yosh, 17 yosh qizi o'ldirilgan murdasi topildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka. 1 kilo go'sht bering. 1 kilo? Ha 1 kilo nima bo'ladi tansa odam? Lahm joyida. Mijozli gapi biz uchun qonun. Bo'ladi. Yashang. Ana endi nasiya daftaringizga yozib qo'ying aka. Bola chaqa deganda pul zarur edi. Pul hammaga ham zarur. Hop, beraman. Bizga ham Yeb kerak. ketarmidi? Hop. Yozib qo'ying nasiya daftaringizga. Oilada tezroq beringlar. Salomat bo'ling. Yana bu videoni oxiriga ko'rishgan. Puli yo'q. Rahbarlarimiz Boshlovchilik yurganiga o'ylasam buni. qarshi yomon. O'tgan asrning 90-yillarida mana shu holat ommalashgan edi. Ya'ni nasiya savdo. Bugun biz hikoya qilayotgan voqeada ham nasiya daftar topildi. Unda odamlarning ism-shariflari, allaqanday raqamlar yozilgan edi. Yo bu oila sudxo'rlik bilan shug'ullanganmikin? Yo biron bir mijoz qarzni qaytarmaslik uchun o'ldirib ketdimikin? Voqea joyini ko'zdan kechirish vaqtida ekspertiza xodimlari tomonidan, kriminalistik xodimlari tomonidan voqea joyidan hech qanday barmoq izlari, jinoyat quroli, jinoyat sodir etgan shaxs o'zining hech qanday izlarini, guvohlarni, jinoyat qurollarini Ommadda qaytaradi. Jinoyat qurollarni qoldirmasdan tozalab ketgan. Bo'lgan oilani o'rganganimizda ular oddiy bir oila, shu chorvachilik bilan sigir boqib, sut sotib, qo'ni-qo'shnilarga tirikchilik qilib yurgan oila bo'lgan. hamma shu nimalarda, nima deyman, shunaqa harbiy kinolarda otlar yo burgut shunaqa haykalchalar Shunaqa bilan bo'lganda oldin uylarda sotish emas-ku bu. Chaljon nima gap? Ishlar Daftar ko'ring Ofismi? Endi u suvenirda kakutda. Nima daftar ekan bu? Qarz daftari ekan. Sudxo'r ekanmi? Protsentga pul berar ekanmi? Yo'q, sudxo'rlik emas. Bular sut sotardi. Shu sutni olgan odam Yo'q, sudxo'rlik emas, bular sut sotar ekan. Sutni sotar ekan. odamlarning ro'yxati ekan. Sud? Sut. Sizga javob. Bu oila sut sotib kun ko'rgan. Qo'shnilar esa ba'zilari sutni pulni berishga ham qurbi yetmagan. 95-yilda jinoyat sodir etilgan vaqtlarda chegaralar to'liq yopilmagan holatda Qozog'iston, bu tomondan Qirg'iziston davlatlarimiz bilan o'zbeklar, qirg'izlar, qozoqlar, tojiklar Tojikiston bilan bir-biridan qiz olib, qiz berib, xudo anda bo'lib, o'zbeklar o'tib o'sha yerda yashab, tojiklar, qirg'izlar kelib bizlarga yashab, xudo andachilik qilib yurishgan. Hozir ham bor ular degan narsalar bo'lmagan. Tezkor tergov guruhi boshi berk ko'chaga kirib turgan bir paytda nihoyat kimdir oilaning bir qizi borligini, u Qozog'istonga turmushga chiqqanligi va bir necha kun oldin uyga qaytib kelganligini gapirib qoldi. Ichki ishlar xodimlari zudlik bilan Qozog'istonga hamkasblarga xabar jo'natishdi. Kim endi bu brat? Aka, yomon ketyapti. O'ldirib qaytyaptimi buni? Sen janozaga. Kim o'ldirdi meni xotinimni? Kim o'ldirdi meni xotinimni? Ularga nima deysan? Qayerdan kelyapti? Qayerdan biladi ular? Uchastkada o'lmayapti-ku. Yorqinoy nega meni tashlab ketdi? Tashlab Ismi ketmadi. dahshat. Yorqinoy.
Tashlab ketmadik. Nega meni tashlab ketding, Yorqinoy? Meni tashlab qayoqqa ketding, Yorqinoy? Endi bilmaymiz-da, Murat. Qayerga Qayerga ketdi? Yaxshi joyga ketganda, xolos. Yorqinoy. Yorqinoy. Ancha yomon yaxshi ko'rgan ekan, juda. Sevarkan. Hali telekanalda yig'lab chiqadigan bor edi. Sevgi. Alimbekning alamli nolasi butun qishloqni larzaga solib yubordi. U shunchalar kuyib pishib yig'lardiki, hatto Mana shu o'ldirgan bilan qarab turasiz. Ha, javob bermay shu o'ldirgan ular. Men xotinni olgan kelgan Murat. Ya, hosh bermagan kim o'ldirib ketgan. ichki ishlar xodimlarining ham rahmi kelib ketdi. Avvaliga hech narsa bir mavhum holat bo'ldi, hech qanday jinoyat izlari aniqlashni, kim sodir etganligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Yozyaptimi? Jarayonda voqea joyidan har xil izlar qo'lingan, barmoq izlari olingan, qidiruvga xos, surishtiruvga xos ishlar amalga oshirilgan. Qo'ni qo'shnilar, mahalla kuylardan so'roqlar bo'ldi, mahalla raislari so'roq qilgan. Uni qarindosh urug'lar ularga yaqin Tafsilot etyapsizmi? surishtirilgan. Ularga bir qasma-qas bo'lgan yoki birontasi bilan urushib qolgan joyi bormi yo'qmi, ularga tekshiruvlar bo'lgan. Qariyb 1 yil davomida bu jinoyatni ochish imkoni bo'lmagan. 1 yil. Bilaman. Hozir buni so'raydigan payt emas. Demak 95 ta jinoyat bo'lgan. 96 ochishgan. ochilgan. Lekin so'ramasam bo'lmaydi. Yorqinoy oxirgi marta qachon ko'rgandingiz? 10 kun bo'ldi. Ota-onamni sog'indim, borib ko'rib kelay dedi. Ruxsat berdim. O'zim ham birga borishim kerak edi. Ish ko'p, 5 gektar yerimiz bor. Piyoz ekkanmiz. Men qoldim. U esa bu yoqqa qaytdi. Tushunarli. Alijon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xo'sh borib keldingizmi? Borib keldim. Kuyovi qilmagan bu ishni. O'zi ham rosa siqilib yuribdi. Qolaversa, unga manfaati ham yo'q, butun boshli oilani o'ldirib yuborishga. Kuyov qilmagan bo'lsa, unda yana nima taxminlarimiz bor? O'g'li Toshkentda o'qir ekan. Uni ham bir tekshirish kerak. Ha, o'g'li o'lgan-ku. Men ham shuni aytaman-da. Hozir nima lozim? To'rttadanchilik o'ldirilgan. O'rta boshli. Ularda Toshkentda o'qiydigan o'g'li bor ekan. Uni ham bir tekshirish kerak. O'ldirilgan. Yo'q, o'ldirilgan edi. Toshkentga borib bironta yomon odamlarga qo'shilib, qarz olib qaytarmagan bo'lishi ham mumkin. Ha, bu tomonni o'ylash kerak. Unda bundoq qilamiz. Shuncha so'raylar. Shuncha sen bilan men milisa emasmiz-da. Ulfatlarini so'raylar. Mana bu bomba borganda keyin boradi-ku, o'g'li o'qishga. Ana shularning hammasini o'rganishga. Dekanni so'rash esdan chiqmasin. Tushunarlimi? Ko'p borgandan keyin albatta. Yana boshladi. Kechirasiz, birodar, yo'l bo'lsin. Yaxshimisiz? Ha, Qozog'istonga. Qozog'istonga? Shu paytda-ya? Ha, hech qisi yo'q. Har kuni qatnayman. Har kuni? Ishlayman-da shu yerda. Voy qoyil. Qozog'istondan Toshkentga har kun ishga kelib ketasizmi? Ha, shunaqa. Qozog'istonda yashab, Toshkentda ishlayman. Mana propiska Qarag'imda qarab, nega yetgan ekan deydi. Qarab Sirdaryoda bo'lgani uchun ishga olmayapti-yu. Siz har kuni. Yaxshi, yaxshi. Salomat bo'ling. Xudo quvvat bersin. Gapirsak ertakka o'xshaydi, ammo 90-yillar boshida Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida chegara bo'lmagan. Odamlar Qozog'istonda yashab, O'zbekistonga ishga kelib ketgan. Hozir Qozoqqa Bizning boshladi. voqeamizda ham qozog'istonlik yigit muhim rol o'ynadi. Qidiruvlar natijasida ma'lum bo'ldiki, u o'sha Salimovlar oilasiga qo'shni bo'lib yashagan qozoq millatiga mansub oilani uyiga Qozog'istondan kelib, o'sha yerda yashab o'qib yurgan bir Alimbek, shu vafot etgan qotillik bo'lgan xonadondagi Yorqinoy ismli qiz bilan kelganda ko'rib qolib, uni yoqtirib qolganligi, u bilan gaplashib yurganligi, keyinchalik u bilan Qozog'istonga qochib ketganligi ma'lum bo'ldi. Shunday kuyov emasmi? Umuman hozir men allashib ketdi. Mana va bola haqida gapirishdim hozir. Bilmadim. Ha, qo'yinchi, ha.
Ha, yaxshi. Choy bor ekan. Choy bo'lsa gapiraman deb turdim. Xola, Ha. Yorqinoy bilan oilasini o'ldirgan odam aniqlandimi? Yo'q, jim bo'lib ketishdi-ku, ochilib qolar. Ochilmaydi. Aytdimmi? Shu Ochish olmaydi ular. Landavurlar. Qo'ldan ish kelmaydi ularni. Nigor opa, qatdan kelyapsiz? Qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Qozog'istondan jiyanlarim kelgan edi. O'sha bolalari bilan kuzatdim hozir. Bu jiyanlar ham ko'p ekanda. Ay yo'q, o'sha siz tanigan Alimbekning bolalari. Mana o'ldirib ketilgan Yorqinoy eri. Ha, o'sha. Tushunmadim, Nigor opa, shoshmang. Tog'aga deb turdim. To'g'risi, uni boshqa oilasi, bolalari bor ekan-ku. Shuni chuqurroq o'rganish kerak edi. Endi o'sha kuni kuyib yonib yig'laganiga bitta xotin bo'lsa kerak deb o'ylagan. Aytdimmi men aktyorlik qilgan deb? Buni Alimbek qilganmi, qilmaganmi albatta tagiga yetamiz. Ammo Qozog'istonda xotini, oilasi borligi biroz shubhali. Bilasizmi? Hayotiy tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsak, bir jinoiy ishda ko'rgandim. Bir jinoyatchining ikkita oilasi bor. Urushib qolgani uchun Bitta kino ko'rgandim. Bitta ko'rsatuvingiz ko'rganmiz. Sammanga borib, uni yo'q qilish choralarini qidirib qolgan. Balkim xonada gaplashaylik. Endi to'ppa-tuzuk xotining bor. Nima qilasan ikkinchi Ha, yo'qmay qo'ygan. U balki uni olib yo'qmay qolsam endi o'ldirib yuborish kerak emas-ku. balki buni olib buni ikkinchisiga olgandir. Yorqinoy maktabda o'qib yurgan paytlarida, 10-sinf paytlarida o'sha qo'shnisi Nigorani Xotinga erishalmay yurganlar qancha? jiyani bo'lmish Qozog'istondan kelib yurgan, mehmon kelib yurgan Alimbek bilan tanishib qoladi. Alimbek savlatli, ko'zga tashlanadigan, chiroyli yigit bo'lgani uchun qiz unga ko'ngil qo'yib. Men aytayapti. Qizni ham didi yo'q ekanda. Yorqinoy. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chiroyli ekan. Nega ko'rmay qolding? Imtihonlarga tayyorlanayotgandim. Ha, 10-sinf qiz. U betini o'ynaydi. chiroyli bo'lib ketibsan. Akasimi? Bor uyga. Sen nima qilib yursan bu yerda? O'zi, Agar yana bir marta singlim bilan birga ko'radigan bo'lsa, Men gapirib o'tirman. Qilatish kerak. bitta yaxshilik kutma, tushundingmi? Gruppaga kelganmi nimada? Menga qara, qaq ketyapsan. Chiqaqqa chiqmaysan. Nomusdan o'ldirding-ku bizani. Oy, hech narsa qilganim yo'q-ku, axir. Menga qara, men eshitdim. Qo'shni uyga kelgan mehmon bola bilan gaplashib yurgan ekansan. Gaplashsam nima bo'pti, oyi? Menga qara. Shunchalik bezbet bo'lasan, betga chopar. Masan hali ading kelsa, masan nima qilarkinman? Dabdalingni chiqastiramading yetib. Tushundingmi? Ahvolingni qara, sharmanda ading bilan bizani yerga kirg'izasan-ku, ha? Yaxshi ish qilyapman deb o'ylayapsanmi? Yurma bundoq, men sen bilan gaplashaman hozir. Vola. Yana bittasi ko'rsatib. Molga qaragan o'sha payt qizlar. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega ko'chaga chiqmayapsan? Uydagilarim chiqashmayapti. Ha, 16 yoshdan oshdim. Endi mustaqil bo'ldim. Ha deb xo'jayinchilik qilavermaylar demadingmi? 95-yilda, Brat o'zida ham o'tgan ekanda. 95-yilda hozir mustaqil bo'lishyaptimi? O'sha. Yo'q. Ayting kerak edi. Mana bu tomonda qizlar mustaqil. Xohlasa yigiti bilan qochib ketishadi. Yo'q-e. Qozog'istonda qochib ketib turmush qurishadi. Xohlasang birga qochib ketamiz. Qozog'istonda turmush quramiz, oila quramiz, baxtli yashaymiz. Hech kim seni tergamaydi. Vaqti kelib qaytib kelsak, uydagilarning baxting uchun kechirishadi. Kechirmaydimi nimada? Urush qilarsa keyin o'ldirib ketganmi nima?
Xullas do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, like, kommentariy va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi qismini agar biz kutgan prosmotr chiqsa, keyingi qismini qo'yamiz. Ungacha kommentariyada nima qilsin? Kim o'ldirganini topib taxmin qilib ko'ringlar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.